Okam, men siz uchun shunaqa eng full pozitsiyadagi bo'lgan Range Rover avtomobilni o'zi narxidan naq teng yarim arzoniga topib qo'ydim. Buni ichki saloniga bitta ahamiyat qo'yasiz, haqiqiy komfort, roskish bo'lib yotibdi-da. Kerak bo'lsa, sizning orqalarigacha Meridian eng top va akustik sistema bilan jihozlangan. Ikkita katta panoramli krishka, patologlari полностью koja. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz uchun juda ham ideal holatdagi bo'lgan 2023 ishlab chiqarilgan Range Rover Autobiography P530 long avtomobilni sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Avtomobilimiz 2023 ishlab chiqarilgan Toro Twin Turbo. Shu kungacha 40 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Kuzovimiz полностью bronye plyonka bilan qoplangan. Michelin pilot sport ballonlarida turibdi. Ichki salonga bitta ahamiyat qo'yasiz, выдвижной paroklar bilan jihozlangan. Okam, shetozda videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Menga shunaqa zo'r markalarni qo'ldan chiqara olasiz. Bizning Telegram sahifamizda ham bor. Srochno o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib shunaqa markalarni ko'rsangiz bo'ladi. Multimedial rol, head-up display, pnevmopodveska, abdu fotograf, hattoki massajlargacha bor. Xolos, mazza qilib haydaysiz bo'ldi. Ushbu avtomobilimizning narxi keladigan bo'lsa, 188 ming dollar deymiz. Agar ushbu avtomobilimizni ma'qul kelgan bo'lsa, pastki raqamlarga telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi.